Hindiston bular tomonga o'tadi deb o'ylamagan. Eron kapitulyatsiya bo'ladi. G'ing desa osadi, o'ldiradi, boshqa qiladi. Endi mana Birlashgan Arab Amirligini hamma yo'g'inda bilaman. Lekin Ukraina Belarusiyani bambit qilmadi. Yoki o'limdan bo'yniga olib chiqilayotgandir. Shimoliy Koreya qoldi. Lekin buni ham hali navbati keladi. Amerika ham, Isroil ham urush ochmaydi. Bular juda yaxshi biladiki, Turkiya yolg'iz emas. Endi bu paytdan Ukraina unumli foydalanib qolish kerak. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana Eron urushining boshlanganiga ham 4 kun bo'lib qoldi va mana shu kunlar ichida nimalar bo'lyapti, qanaqa voqealar sodir bo'ldi. Mana shu masalada suhbat qilish uchun bugun yana Kanadadan ekspertimiz Obidxonni taklif qilganman. Assalomu alaykum Obidxon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom Ziyodulla. Rahmat, ro'zalar bilan. Rahmat, birga bo'lsin. Mana siz ham dunyodagi o'zgarishlarni doimo kuzatib boryapsiz va o'tgan safar bir suhbat qilganimizda ham mana shu Eron bo'yicha gapirib o'tgandingiz. Eronga nisbatan baribir urush bo'lishi mumkinligi to'g'risida va mana shu aytganlaringiz hozir to'g'ri chiqdi. Hozirgi kuzatuvlaringiz asosida bu urush masalasida nima deya olasiz? Qanaqangi o'zgarishlar bo'lyapti va bulardan bundan keyingi holatlar qanaqa kechadi, qanday kutsak bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Ziyodulla, mana sizga bir narsani aytaman-da, mana siz ham tanlang. 3 ta yomondan bir yaxshisini tanlash kerak yoki 3 ta yomonni eng yomonini tanlash kerak. Mana 3 ta yomon kim? Putin, Trump, Netanyahu. Ana shu ikkalasidan bitta yaxshisi bo'lsin, bitta yomonini tanlang. Qanaqa nima deysiz shunga? Men tanladim. Kimni tanladingiz? Men aytdim, shu 3 ta yomondan eng yaxshisi Putin, 3 ta yomondan eng yomoni Trump. Endi bu yerda biror narsa deyish qiyin, chunki Eronga urushni boshlagan Isroil bo'ldi va bu Eronga urush boshlashda Amerika Qo'shma Shtatlarini ham ko'ndirib olib kelgan endi Netanyahu bo'ladi. Shuning uchun suhbatda mana fikrimizni bildiraveramiz. Men sizga aytaman-ku, mana misol uchun Netanyahu bugun emas, Amerika prezidentlaridan doimo iltimos qilib keladiki, mana shu Eronga qarshi Eron rejimini ag'darish bo'yicha bu talab shu nima qilib keladi. Urush shu Eron rejimini ag'darish bo'yicha doim Amerika hukumatidan yordam so'rab keladi. Chunki o'zi hech qachon Eronni yenga olmaydi. Albatta orqasida bitta juda ham katta kuch turishi kerak. Misol uchun Xitoyga o'xshagan, Amerika Qo'shma Shtatlariga o'xshagan juda ham katta kuch kerak. Mana bugun bu yana bir bu urush ochilishining birinchi sababi nimada shu bugun ro'za kunlari ochildi. Chunki Amerika bilan Isroil o'z tomonga 4-gigant bo'lgan, aholisi ko'p bo'lgan Hindistonni o'zini tomoniga o'tkazdi. Hindistonni. Birinchidan inson resurslari bo'yicha ham juda katta bitta yordam berishi mumkin. Texnologiyalar bo'yicha ham juda katta yordam berishi mumkin. Agar bilgan bo'lsangiz, mana dunyoda juda ham ko'p musulmonlar yashaydigan Hindistonda ham 100 milliondan oshiq musulmon yashaydi. Bu ham o'zi katta musulmon davlatlaridan bittasi. Mana shuni ham o'zini tomonga o'tkazdi. Shu paytda men o'tgan safar sizga aytdimki, bu mana Gerald Ford ketyapti, bu mana nimaga qarab dedim. Keyin George Washington oldinroq yo'lga chiqqan edi. George Washington ketdi. Buni har bir kuni 45 million dollarga to'g'ri keladi. Har bir kuni. Bir soat bular 45 kilometr tezlikda yuradi bir soatda. Bir soatda 45 kilometr yo'l yurib chiqadi xolos. O'zingiz o'ylab ko'ring, Amerikadan Fors ko'rfaziga borguncha necha mil bor va necha kun yuradi. Har bir kuni 45 million dollardan. Buni kim to'laydi? Amerikami? Yo'q. Amerika hech qachon to'lamaydi. Buni xonini albatta Erondan undirib oladi. Bu yerga tashilayotgan bombalar qanchalik qimmat? Mana 230 million dollarlik mana samolyotini yo'qotdi Amerika. Buni qatdan oladi. Albatta Eron buning uchun
to'laydi hamma pulini. O'zini boyligi bilan, nefti bilan, boshqasi bilan buni hammasini to'laydi. Bu Jorj Vashingtonning o'sha yerdan mana bu yerga kelishi, mana Gerald Ford kirib kelyapti. Bularni ham juda ham qimmat bu avianosetslar hisoblanadi. Shuning uchun ham endigi bo'layotgan, mana biz o'sha kuni men sizga aytdimki, urush bo'ladi, 100% bo'ladi. Chunki bu yerda juda ham katta mablag' tikilgan. Lekin men o'ylamagan edimki, imенно ro'za Ramazon kuni bo'ladi. Hindiston bosh vaziri Modi Tel Avivga borib, qo'l berib so'rashgandan keyin meni o'zimdan shunday xayol o'tdiki, bukvalni 2-3 kun ichida urush boshlanadi. 3 kunda boshlandi. Hattoki kuniga ham adashmayapman. Hmm. Siz mana shu yaqindan kuzatib kelayotganingiz uchun shu suhbatni qilaylik deb nima qildik, kelishdik. Siz aytingchi, mana yuqorida aytyapsiz, mana Erondan undirib oladi deyapsiz. Agarda Eronning hozirgi rejimini ag'dara olmasa va bu teskarisiga qarab ketsachi, bu ishlar, bu urushdagi jarayonlar, unda nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Birinchidan Britaniya qo'shildi, Germaniya qo'llab-quvvatladi, Fransiya qo'llab-quvvatladi. Обратный bo'lmaydi. Bu rejim ag'dariladi, albatta ag'dariladi. Eron kapitulyatsiya bo'ladi. Kapitulyatsiya bo'lgandan keyin repatriatsiya to'laydi. Yangi hukumati keladimi, boshqasi keladimi, albatta repatriatsiya to'laydi. O'tgan safar sizga bir narsani aytdim. O'zbekistonga muxolif ko'z bilan qaraydiganlari ham, boshqasi ham baribir O'zbekistonni sevadi. Baribir O'zbekistonga agardagi biron bir ko'z tegsa, hammasi bir joyga bir mush bo'lib yig'iladi. Eronlarnikini qarang. Yurtini havodan urib yotibdi Isroil bilan AQSh. Eronliklar bayram qilyapti. Odamlar o'lyapti, bayram qilyapti. Chunki mana bugungi mullalar hukumati hammani mashtiga keltirib yuborgan. Shuning uchun ham nima bo'lsa bo'lsin, mayli aholi o'lsin, lekin mana shu hukumatdan ozod qildi. Mana Kalgari shahrida ko'rdim, urush boshlanmasdan oldin demonstratsiyani ko'rdim Eronlarnikini. Edmontonda ko'rdim, Straskonada Eronlik ko'chani to'ldirib bayroqlarni qo'ygan. Hali urush boshlanmagan edi. O'shanda aytdim, urush bo'ladi, albatta dedim. Amerikada ham mana eronliklar bayram qilyapti, Yevropada bayram qilyapti. Bugun mana har kuni ko'ramanki, ko'chalarda eronliklar bayram qilyapti. Bayram qilyapti. Mana o'zingiz o'ylab ko'ring. Agardaki biron bir inson bugungi bizning hukumatimizga ataka qiladigan bo'lsa, biz avvalambor hukumatga muxolif emasmiz, lekin bor kuchimiz bilan o'sha hujum qilgan davlatga qarshi tashiymiz. Informatsiyani ham kuchimiz yetsa, kuchimiz bilan, jonimiz bilan tashiymiz. Bularda unaqa emas. Chunki bularning hukumati hammani mashtiga keltirib bo'lgan. G'ing desa osadi, o'ldiradi, boshqa qiladi. Yaxshi yashaydigan o'sha islom lashkarlari yaxshi yashaydi, hukumati yaxshi yashaydi, qolgan hammasi ahvoli juda ham og'ir. Chunki bu boy davlat, resurslarga boy davlat. O'zbekistonda ancha resurslari ko'p. Eron ichida ham ancha o'zlari qanaqadir yomon qilayotgan ishlari ham juda ko'p ekan, ko'p joylarda ma'lum bo'lyapti. Mana aytingchi, mana o'zimizda suhbat qilayotgan mana ekspertlar bor, ular aytishyaptiki, hozir mana Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil tarafdan urush boshlangandan keyin ularning ichida kelishmovchilik chekkaga chiqib, ular birlashdi ichkarida deyapti. Bunga fikringiz qanaqa? Albatta baribir birlashadi. Bu urushda birlashmasdan iloji yo'q. Lekin O'zbekistonning ichidagi ekspertlarimiz bor. Ayrimlari qo'ylovdan yog'iga o'tmasdan turib, o'sha rus matbuotidan o'qib gapirib beryapti. O'sha rus matbuotida nima yozsa, o'sha rusning muxolif veb-saytlaridan o'qib ko'rib yozib chiqazib beryapti. Mana misol uchun Reutersda yoki bo'lmasam Amerikan juda ham ko'p veb-saytlarida ekspertlari, Deutsche Welle, Germaniyaniki, Buyuk Britaniyaning ekspertlarini qaraydigan bo'lsangiz, hali ham bularda birlashgan muxolifati yo'q. Lekin mana shu birlashgan muxolifatni tashkil qilish boshlandi, chunki bu rejimni qulashi aniq. Shuning uchun ham bu O'zbekistonda gapirayotgan ekspertlarni juda ham ko'plarini ko'rib men kulgim qistaydi, to'g'risi.
lekin juda ham yaxshilari bor. O'sha ruscha o'qib, o'sha ruschani gapirib beradi. Shuni aytmoqchi edimki, albatta muxolifatni baribir bular o'z Eronning yangi liderini topadi. Hozircha Pahlaviyni vaqtinchalik qo'yib turishi mumkin. Chunki o demokratik saylovlargacha bu rejim ag'anaganidan keyin vaqtinchalik Pahlaviyni qo'yishi mumkin. Hozircha eng ko'zga ko'ringani mana shu Pahlaviy bo'lib turibdi. Lekin Pahlaviy davom ettirib mamlakatni boshqarib keta olmaydi, chunki eronliklar hali bu Muhammad Pahlaviy buni otasini qilgan ishlarini hali unutmagan juda ko'plari. Mana men eronliklar bilan gapirishganimda mana shu bugungi rejimni kelishiga ham Eronning shohi Muhammad Pahlaviyning o'zi sababchi bo'lgan. Agardaki u to'g'ri siyosat, demokratik siyosat yuritganda hech qachon bu soqolli mullalar kirib kelmas edi. Bu mullalar ana o'sha avtokratik xalqini terror qilgan rejimni ag'darish uchun bu mullalar kirib keldi. Shuning uchun ham vaqtincha qo'yiladi. Lekin men aytamanki, bugungi hukumat bugun ag'anaydigan bo'lsa, Pahlaviy qo'yiladi. Albatta. Lekin bu vaqtincha. Uzog'ini ham 6 oy, 1 yilgacha boshqarishi mumkin. Keyin bu o'zini missiyasini yakunlab chiqib ketadi. U o'zini gapida ham xuddi shunday aytayapti. Men misol uchun prezident bo'lishga, shoh bo'lishga urinmayapman. Shu ag'darilgandan keyin u demokratik saylovlar bo'lib, Eron o'zini demokratik liderini tanlasin deb degan fikrda o'zi ham. Rahmat, Obidxon. Mana urush boshlangandan keyin birdaniga Eron o'zini yaqindagi arab davlatlariga qarab, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy armiyasi joylashgan, bazasi joylashgan joylarga raketalarni yo'naltira boshladi. Bu o'ylamasdan qilingan reja deb o'ylaysizmi buni yoki to'g'ri qildi deb o'ylaysizmi buni? Bir hisobdan mana bularning otayotgan raketalari bular Amerika bazalariga qaratib otyapti. Albatta bu agressorni u joylashgan joylariga qarab otishi bu to'g'ri. Lekin bu agressorni joylashgan bazalaridan Eronga qaratib hech narsa otilgani yo'q. Bu Eron aytdiki, agardaki mana Turkiyaga otildi, Injirlikka otildi. Injirlidan Erdo'g'on shart qo'yganki, Injirlidan hech qachon raketa yoki samolyot Eronga qarshi ko'tarilmaydi degan. Bu gapni aytgan. Lekin Injirlikka qaratyapti. Bahrayn, Qatar endi mana Birlashgan Arab Amirligini hamma yo'g'ini dabdala qilyapti. Birlashgan Arab Amirligidan ham hech narsa otilgani yo'q bularga qarata. Bu Eron bu bilan o'ziga qazilgan go'ri chuqurlashtirdi va o'ziga o'zi chuqur go'r qazishni boshladi. Hozir bu boy davri Saudiya, Birlashgan Arab Amirligi, Kuvayt, Qatar, Bahrayn bularni hammasi agar birlashadigan bo'lsa, Eronni Tramp aytganidek bir oy dedimi, bir oyga ham yetmaydi bu rejim. Albatta bularni nimasini javobini beradi. Chunki bir tomondan Eron oldindan aytganidiki, sanlarni territoriyangdan agardaki bizga otiladigan bo'lsa, biz unga javob qaytaramiz dedi. Lekin bularda ba'zilar bor, to'g'ri. Lekin u yerdan otilgani hammasi ana o'sha Gerald Ford bilan George Washington avianoslardan otilyapti va Isroildan uchib kelyapti. Nima uchun sen bularga ataka qilasan? O'zingni qo'shnilaringga. Agardaki seni qo'shnilaring tomonidan senga raketa uchib kelsa, o'shanda otgin. Mana ko'rib turibsiz, Belorussiya territoriyasidan Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi. Lekin Ukraina Belorussiyani bombit qilmadi. Chunki u qo'shnisi. O'shanga hayron qolyapman. Mana Eronning hozirgi mana bu vaqtinchami mana shu hozirgi rejimda ushlab turayotgan hukumati, masalan, harbiylari shu narsalarni o'ylamadimi? O'ziga 2 barobar yana dushman orttirib, yana ham og'ir ahvolda qolishini. Endi olov ketganda xo'l quruq teng yonadi-da. Bular hozir hech narsani o'ylayotgani yo'q. Bu Eronning hozirgi hukumati aniq biladi. Ular albatta qulashini aniq biladi. Ular shahidlikka tayyorlanyapti.
Hmm. Shuning uchun bularga hozir yotib qolguncha otib qol. Bularni qabul qiladigan davlatning o'zi yo'q. Kimga boradi? Tolibonga boradimi? Tolibon bularni qabul qilmaydi. Chunki bular shialar. Qayerga boradi? Nimaga boradi? Yemenga boradimi? Saudiya Arabistoni yer bilan yakson qilib tashlaydi Yemenga qo'shib. Hmm. Bahraynga boradimi? Bahraynga boradigan bo'lsa, Bahraynda ham shialar ko'p, 65% shia. Asosan shialar boshqaradi, lekin Bahrayn ham qabul qilmaydi. Aytingchi, mana Ziyodulla, bular bugun omon qolsa qayerga boradi? Qayramon qayerga boradi? O'zlarini biron bir Borolmaydi. ketishgan biron bir joylari bordir yoki o'limni bo'yniga olib ish qilayotgandir. O'limi bo'yniga olib ish qilyapti. Endi bularni boradigan joyi yo'q. Bular qanaqa? Venesuelaga boradi. Ag'ana bo'ldi. Belorussiyaga boradimi? Belorussiya o'zi zo'rg'a turibdi. Rossiyami? Rossiya har tomonlama bularni sotib bo'ldi. Rossiya bilan bularni o'zi aloqalari uzilib ham bo'ldi. Chunki Rossiya har doim bularga kafolat berib kelgan edi. Yo'q, mana Xitoyga boradimi? Xitoyga. Men bilmadim. Boradigan joyi, men yagona bularni boradigan joyi agar omon qolsa Xitoyga borishi mumkin. Xitoy qabul qilishi mumkinligi, boshpana berishi mumkin, lekin hali shu paytgacha eshitmaganmanki, biron bir inson Xitoyga yashiringan. Hmm. Hozir Xitoy deganingizga esimga tushib qoldi. Internetda o'qidim. Xitoy ham bu Eronga o'zining o'sha havo hujumidan himoya qiladigan qanaqadir nimalarni, ustanovkalarni bergan ekan. Ular ham umuman ishlamabdi. O'shanga mana Rossiyaniki bor, Xitoyniki bor ekan. Nega bular umuman ishlamadi? O'zingiz to'g'ri tushunasiz. Zamonaviy texnologiyada hammasi aqlli texnologiya. Hozir bular qurolni yaratgandan tashqari aqlli texnologiyalarni ham o'shani ichiga chiplarni qo'yib boryapti-da. Mana misol uchun Xitoy bu juda ham aqlli davlat. Unga ham yon bosadi, bunga ham yon bosadi, ikkalasini ham soqqasini oladi. Eronni ham soqqasini oladi, Amerikani ham soqqasini oladi-da. Shuning uchun beradi, uni shifrovkalarini Amerikaga berib qo'yadi. Amerika uni o'zini aqlli kallalari bilan ularni nimadan nima deydi? Himoyasini ta'minlab bera olmaydi. Rossiyaniki keladigan bo'lsa, Rossiyani chiqargan quroli ham axlat. Shuning uchun buni to'g'risini aytish kerak. Undan tashqari aytamanki, Rossiyani S-300lari, S-200lari o'sha Satana deydi, buni asl nomini, ana o'sha Satanalar allaqachon eskirib bo'lgan. Bular hech qachon bu FAO-35, FAO-16, FAO-24 samolyotlarini hech qachon bular urib tushira olmaydi. Qulab yeta olmaydi. Bu faqatgina bitta bu yuqori texnologiyali qurol kerak. Endi buni aytadigan bo'lsa, hozir Areshniklarni beradigan, Areshnikning bir donasi $1 million tursa, o'ziga yetmaydi-yu. Yaqinda Janubiy Koreya demas, Shimoliy Koreyadan Sovet uskunalariga qo'yib otiladigan raketalarni sotib olib Ukrainaga qaratib otib o'tiribdi. Hali ko'rasiz, mana hozir Rossiya atrofidagi hamma qanotlari kesilib oxiri bitta Shimoliy Koreya qoldi. Lekin buni ham hali navbati keladi. Juda ko'p ekspertlarning gapi bor. Yana bir bittasi gapirib o'tiradi. Nomini aytishni ham xohlamayman. Keyingisi Turkiyani qilmoqchi. Turkiyaga hech qachon urush ochmaydi. Amerika ham, Isroil ham urush ochmaydi. Bular juda yaxshi biladiki, Turkiya yolg'iz emas. Turkiyani birodar davlatlari juda ham ko'p. Hattoki ana o'sha Siriya ham yoki bo'lmasa mana Markaziy Osiyo davlatlari ham hech qachon Turkiyani yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Turkiyaga urush ochish bu juda ham katta xato bo'ladi. Isroil uchun ham, Amerika uchun ham hech qachon Turkiyaga lekin Turkiya agressiv siyosat olib borayotgani yo'q Eronga qaraganda. To'g'ri. Bu masalani yana kuzatib boraveramiz. Eron urush masalasini endi siz bilan suhbat qilayotgan sababi siz xalqaro ekspertlar, xalqaro maydondagi o'sha onlayndagi ma'lumotlar bilan ko'proq tanish bo'lib boryapsiz. Sizda ko'proq ma'lumotlar bo'ladi, shuning uchun gaplashamiz degandim. Endi hozir Eron urushidan tashqariga chiqmoqchiman o'z savol bilan. Hozir mana shu Eron urushi fonida bu Rossiyaga ozroq bo'lsa ham foyda bo'lyapti deb o'ylaysizmi? Ukraina bilan urushda yoki Ukraina bilan endi Ukraina bilan urushda Rossiya hozir juda ham iztirobda.
Chunki albatta ta'minotni qandaydir qismi Eron orqali edi. Bu Hmm. yerdan mana bu shahidlar, raketalarda yordam olib turuvdi. Aytdim-ku, yana bitta qanoti kesildi. Hozir Eron o'zi bilan o'zi ovora yiqilish arafasida. Rossiya hozir ketdi, Minskka qarab ketdi. Endi bu paytdan Ukraina unumli foydalanib qolish kerak. Unumli foydalanib qolish kerak va mana hozir Venesuela ketdi, Eron ketdi, Xitoy aralashmayman degan, Hindiston nimasi yo'q, u Rossiya tomonda emas. Vроде бы neytral turibdi. Hmm. Faqatgina bitta Shimoliy Koreya qoldi. Bu degani Rossiya yolg'iz qoldi. Shimoliy Koreya hech narsa emas. Hmm. Rossiya yolg'iz qoldi. Rossiya iztirobda. Zora shu bilan hozir yana bir uni soyuzniki yo'qolsa, endi Kuba ham bor, endi Kuba bu soyuznik emas. Kuba o'zini yegani noni yo'q shu kunlarda. Juda Shuning uchun og'ir bo'ldi Kuba hozir. Kuba juda ham og'ir ahvolda. Hattoki Kanadadan ham reyslar men bo'lgan. Yani Hmm. u yoqqa uchadigan faqatgina birdan bir yo'l Kubaga, Kuba sevuvchilarga birdan bir yo'l Panamaga uchib, Panamadan samolyotlar uchayotgan ekan. Hmm. Chunki borish kelishga o'zi zapravka qilib uchib kelayotgan ekan. Boshqa Hmm. hech qanday u yoqqa boradigan aviaqatnovlarni hammasi to'xtagan. Chunki energetik buhron bo'lgani uchun. Endi aytamanki, mana Rossiyani hozir birdan bir hozir ta'minot qilib turadigan Koreya qoldi. Ertaga buni ham to'sadigan bo'lsa, tamom. Bu ular majbur bo'ladi urushni shu joyida to'xtatishga yoki Ukrainaga qandaydir ustupkalar berishga majbur bo'ladi. Haqiqatan Albatta. Rossiya, Mhm. uzr gapingiz bo'ldim. Haqiqatan Rossiya mana bu dengiz, okeanlar tarafdan ham уже yo'llari kesilib chiqolmaydigan bo'lib qoldi har taraflama. Hozirgi mana shu Eron urushi fonida man bir ikkita ma'lumotlarda o'qidim. Ukrainaning harbiylari hozir aktivlashib ancha oldinga ilgarilab boryapti ekan. Bu Man degani aytyapman-ku, Rossiyaning ahvoli yana ham og'irlashayotganini bildirib turibdi-da. bu fursatdan Ukraina juda ham foydalanib qolish kerak. Hmm. Chunki buni eng katta hamkori ketdi. Bu degani hozir o'zi yolg'iz bo'lib qoldi. Bu fursatdan foydalanish kerak. Albatta Ukraina to'g'ri qilyapti, Ukraina haq. Albatta juda ham ko'p kommentariyada o'tganimizda buni aytib, mana odamlar juda ham aytdiki, bu inson, bu ekspertiz yahudiyparast o'xshaydi. Yo'q. Dunyodagi eng yomon inson bugun men uchun bu mana shu Isroilni bosh vaziri Netanyahu. Hmm. Buni hech kim, buni hattoki Amerikada ham, hattoki bizning siyosatchilarda ham hamma joyda Netanyahu dunyodagi eng yomon insonlarning biri bo'lib turibdi bugunga. Hatto Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida ham mana bu Eronda maktabiga tushdi-yu raketa portlab, o'shani ham qoralab hali bunga ham o'sha otgani uchun o'sha harbiylarni javob beradi deyishyapti Amerikaning ichida. Amerikaning ichida qarshilar juda katta. Biz hozir bu suhbatimizda, Obidxon bilan suhbat qilayotganimizda bizlar xolisona o'zimizni shaxsiy fikrimizni beramiz, hech bir tomonga o'tmaymiz. Biz kuzatuvlarimiz asosida o'zaro suhbat qilib fikrlarimizni berib boramiz. Endi bizni fikrlarimiz shuki, mana bugungi bo'layotgan mana dunyodan eng muhim olingan xabarlar, eng muhim olingan xabarlar. Bundan ham muhimrog'ini ehtimol misol uchun o'sha o'zbek ekspertlari gapirayotgandir. Men ham ko'plab eshitib boraman bularni, lekin juda ham kulgili ko'p kommentariyalar. Hmm. Ammo bugungi eng muhim narsani mana bizni ko'rsatuvni tinglayotganlar, ko'rayotganlar bilib qo'ysin. Bugun hamma joyda savol turibdi. Savol. Yer usti operatsiyasi bo'ladimi yo'qmi? Mana sizga savol. Shunday. Yer usti operatsiyasi bo'ladimi yo'qmi? Qarang, bu savolga men aniq javob berishim qiyinroq. Nima uchun? Buni sababini aytaman. Hozirgi kunda mana Amerika Qo'shma Shtatlari mana okean tarafdan ikkita kema bilan borib, bu yerda juda katta iqtisodiy sarflashda endi bu o'zi raketalarni qurolni ishlatgandan keyin. Lekin quruqlikda borib jang qilishi bu
Amerikaning ichida unga ruxsat beradimi, bermaydimi? Chunki bu juda katta og'ir iqtisodiy ahvolga olib keladi Amerika Qo'shma Shtatlariga. Shuning uchun hozir biror narsa deyishim qiyin. Sizning kuzatuvlaringiz bo'yicha qanday? Amerika, mani kuzatishim bo'yicha, mana bugungi xabar. 50,000 askarini Fors ko'rfaziga yetkazib, bazalariga joylashtirib qo'ygan ekan. Boshlanishidan oldin. Ha, 50,000 askarini. Bu degani bu hafta bo'lmasa ham keyingi haftaga yer usti operatsiyasini albatta boshlaydi. men bir ma'lumotni o'qidim. Eron aholisi juda katta, 90 milliondan oshiq bo'lsa, 92 millionmi? Shu atrofda. O'shanga yozganki, agar quruqlikda shunaqangi hujum qilinadigan bo'lsa, u yerga juda katta sondagi armiyani olib borish kerak deyishyapti. Endi hozir bu ozgina armiya bilan u yerda hech narsa qilolmasligi ham mumkin. Ya'ni ham bu Yo'q, bu narsani to'g'ri tushuning. Boshida aytib o'tdim. Eronni xalqi, Eronni xalqi bugungi hukumatga qarshi ham emas. Siz o'ylaysizki, bular hozir qurolni olib turib Amerika soldatlarini otishga chiqadimi? Yo'q, chiqmaydi. Oddiy aholi. Bo'lsa o'sha 10 ming, 15 ming o'sha islom revolyutsiya mudofaasi lashkarlari bor. Ana o'shalar bo'lishi mumkin. Bularni yuqoridan uradida nazemniy operatsiya bilan Tehronni egallab, o'sha Eronni bugungi hukumatini olib boradi. Mana ko'ramiz bu yog'iga. Biz bashoratchi emasmiz, lekin mani shaxsiy fikrim Eronga quruqlik operatsiyasi albatta bo'ladi. 50 ming soldat yetib ortadi buning uchun. 100 ming kerak emas. Lekin men sizga oxirgi gapimni aytaman. Mani o'zimni fikrim quruqlik operatsiyasi bo'ladi. Angliya, Fransiya, Germaniya albatta qo'shiladi bunga. Yordamga keladi. Eronda rejim almashtirish uchun. Erondagi rejim agardaki bugun o'zini saqlab qoladigan bo'lsa, bugun qon to'kilmasligi uchun kapitulyatsiya berish kerak, hukumatdan ketish kerak. Chunki bular hukumatni ag'darmaguncha bugun Amerika Qo'shma Shtatlari bugun Eronni ag'darmaguncha tinchimaydi. endi mana bu jarayonlarni ketishiga qarab kuzatib boraveramiz. Albatta, har xil ekspertlar har xil fikrlar bildirib boryapti. Lekin boya yuqorida aytganingizdek, mana bu Yevropadagi ba'zi davlatlar ham qo'shilish arafasida turibdi, chunki ularning ham qanaqadir harbiy bazalariga raketalar otilgan, o'shaning uchun ularda ham qanaqadir shunaqa qo'shilish niyatlari bor. Endi ko'raveramiz bundan keyin qayerga qarab rivojlanib boradi bu holat. Keyingi hafta bundan ham qiziq bo'ladi. Albatta, Xudo xolasa keyingi haftada bugungi qilgan bizani bashoratlarimizni keyingi hafta albatta bo'lashamiz. Qaysi biri to'g'ri chiqdi, qaysi birida adashdik. Lekin shu kungacha albatta bizani aytgan tahlillarimiz hammasi to'g'ri chiqib borib turibdi. Albatta. Endi umuman olganda bu o'zi yaxshi emas urush. Mana qancha insonlar, yosh bolalar nimalar o'lyapti bu urushda. Albatta bu urushda qoralaymiz. Lekin shunchaki bu kuzatuvlarimiz asosida o'zimiz shaxsiy fikrlarimizni beryapmiz. Hech bir tarafda olayotganimiz yo'q. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlari, yoki Isroil, yoki Eronning o'zi, yoki Yevropa davlatlari, boshqa qo'shni arab davlatlari hech qaysi tarafda olayotganimiz yo'q. Shunchaki hayotiy mana hozir bo'layotgan voqeani kuzatayotganimizdan kelib chiqib fikrlarimizni bildirib boryapmiz. Hali yana shunday suhbatlar uyushtirib boramiz. Ko'ramiz bu jarayonlar qayerga qarab rivojlanadi. Va bu bo'layotgan jarayonlardan ham o'zimizga ancha saboqlar, ko'p narsalarni ham o'rganishimiz mumkin. Endi Ziyodulla, men oxirida shuni men o'zimning fikrimni aytamanki, biz Isroilparast emasmiz. Isroilni hech qachon qo'llab qilgan, G'azoda qilgan ishlarini qo'llab-quvvatlamaymiz. Eronda qilayotgan ishlarini ham. Lekin Eronni hukumati bugun eng yovuzlarning yovuzi o'z xalqiga nisbatan. Shuning uchun bu yerda urushlar nima uchun kelib chiqadi? Mana shunday yovuz hukumatlar buni qiladi. Bostirib kirganlarni ayblamaymiz. Mana Maduroni olib ketgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida narkomanlar soni kamayish boshlagan. Tushunasizmi? Statistika bo'yicha. Kanadada ham qisqarishni boshladi, chunki o'sha Amerika orqali kirib kelar ekan.
U ham bo'lsa boy, badavlat. Yeri tegdi emas, yer ustida turgan neftni olib o'zini xalqiga bermasdan, neft gazi xalqiga bermasdan, oltinlarni kimlargadir podarka qilib yuborgan, xalqiga bermas ekan. Bugunga kelib xalq non uchun zor ekan. Ishonasizmi? Hmm. Yarim aholisi emigrant ekan. Mana shunday diktatorlar bugun urushlarni keltirib chiqadi. Shuning uchun albatta har bir davlat mo'tadil siyosatini olib borib xalqini o'ylasa hech qachon urush bo'lmaydi. Agar kimdir yovuz bostirib kirgan bo'lsa ham o'sha xalq o'zini hukumati uchun doimo jonini beradi. Hmm. Yaxshi, rahmat Obidxon. Yana bu jarayonlarni kuzatib borib, yana suhbatlar qilib turamiz. Siz ham shu davom ettiravering kuzatuvlarni. Balki bundan boshqa yana yangi ma'lumotlar chiqishi mumkin, boshqa yangiliklar chiqishi mumkin va bularni ham hurmatli teletomoshabinlarga berib boramiz. Obidxon, sizga katta rahmat suhbatingiz uchun. Siz bergan fikrlarni yana mana amaliyotda ham kuzatib boramiz va keyingi kuzatuvlarda yana gaplashamiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, mana Kanadadan Obidxon bilan suhbat qildik. Shu bilan ko'rsatuvni yakunlaymiz. Agarda sizda biron bir savollar, fikrlar bo'lsa, albatta izohlarda qoldiring va bu izohlarda qoldirgan fikrlaringizdan ham kelib chiqib, yana suhbatlar qilib, yana ma'lumotlar berishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.